Mana do'stlar, bitta bekka tushdik mana bugun. Xudo xolasa. Bugun ikkita bek ko'rdik. Biriga tushdik. Qo'limizdan kelgancha hozirgi qo'ygan ekitajni ham mana skitka qilib berdik. Skitkasi qanday skitka? Litsenziyasini dogovor qildik, besplatniy qilib beradigan bo'ldik. Litsenziyasini. Bu yog'ini kelishilgan holda men manchaga qilaman deb aytdim. Uyda egasi ozmoz yordam qil dedi. Shartini tushuntirdi. Uni qilib berdik mana. Kanalimizni kesinglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Podpisatsiya bo'lishni ham unutmanglar do'stlar. Sizlardan bizga podдержка bo'ladi. Kommentariy yozishni unutmanglar do'stlar. Ekitaj ekan, xumshoq bo'lgan ekan. Parovoyni qilib beradigan bo'ldim. Stechkalarini qo'yib, oddelka qilib, kraska bilan, ponni roz kraska bo'ladigan bo'ldi. Kanalimizni kesinglar, qatalib qo'ying. Mashin boshidagi nomerlar bizning nomerlar. WhatsAppdan yozaveringlar do'stlar. Bemalol. Yozib qo'ysanglar biz o'zingiz aloqaga chiqamiz. Telefon qilsanglar svязь yo'q bo'lishi mumkin. Mashina do'stlar. Sen nima ish qilasan deganlarga pol, patolog, parovoy, elektrik, ponni, xazanga kulich beraman. Mendagi usta kirib yerga. Mendagi uy to'y qiladi.